Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikadagi Erkin Sidiq. Bugun 2021-yili 9-oyning 17-kuni juma. Bu hafta eng chong xabar Angliyadagi Uyg'ur soti g'alabalik oxirlashdi. Ikkinchi qatimliq sot. Ehtimol nurg'ularinglar naq maydondan ko'rdinglar. Men bu asosiy jihatdan ko'rdim. Va to'liq bo'lmasinmi? Menimcha bu qatimki sot nayti isil bo'ldi. Bulupmu men chet elda shu Uyg'urlar ish to'g'riliq tadqiqot olib berayotgan, izlanayotgan g'arbliklarniki borlig'ini bildim. Ularni ko'pincha tuniydim. Kurashgan xil ko'plar bilan. Bu qatimki isbot berishda yana bir qancha yangi men ko'rib baxmaganlarni o'tirib chiqib so'zladi bu qatim. Meniki bek suyungunim men ve men atrafımdaki bir top ziyolilar izchil turda Uyg'ur masalasini bir universal holda yezib, tayyorlab, boshqalarni shunday materiallar ta'minlash jihatda bir qism ishlarni qilib boqqan hozir qadar. Lekin bizning hammamizniki o'zimizniki boshqa kasbi bor, xizmati bor. Ashtaq bo'g'ashqa uning ustiga biz bu maxsus Uyg'ur masalasini tadqiq qilgan sohada butunki ishlarga emas, ashtaq bo'g'alik uchun shunday tirishdik. Lekin bu qatim endi meniki his qilgan bir narsam mush qatimki isbot berishda o'tirib chiqib so'zlagan mutaxassislar nihoyat esli so'zladi o'xshamagan sohada. Masalan, majbur emgak, odamlarning ish jazosini epsetish deganga o'xshash endi lagerlardagi ishlar ajoyib. Men burun tasavvur qilgandimmi ko'p to'liq to'g'ri, umumyuzlik bayonlar bo'ldi. Shaxsan hoş buldum, ta'sirlandim. Bu qatim 4 kun isbot berish bo'ldi. Buning 4 videosi bor. Har birisi 9 soatdan uzunroq endi. Men bularni hammasini tushirib saqlab oldim. O'zimniki YouTube kanaligimga ulanma qo'yib qo'ydim. Men ulanmani shu bugungi videoning oxiriga chiqarib qo'yaman. Shu yerdan qanday vaqtda bo'lsa shu yerdan izlasanglar meni Erkin Sidiq deb izlab kirib meni kanalımda izlasanglar shu yerdan chiqadi. Meniki bu gaplarni deyishga sababim chet elliklardan davomli bizni uchur so'raydiganlar bor endi. Ayta uchur so'raganlarga mush qatimki sotniki videosini bir ko'rib boqqan deb shularga shu ulanmalarni ko'rsatib qo'ysak, ashlar shu yerda ko'rib olsa, nima degan chog'da bu bir mutaxassis saviyasidagi nihoyat to'g'ri, to'liq, umumyuzlik bayon mush sotniki materiallarda bor. Shundan foydalansa nihoyat yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bu qatimki sotniki yana bir cho'ng qiymati shu yerda bo'ldi menimcha. Zodi Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan siyosatniki irqiy qirg'inchilik ekanligi yoki emasligi haqida Uyg'ur soti shu oldimizdagi 12-oyda qaror oldi ekan. Menimcha chuqur bu qaror shu irqiy qirg'inchilikda bo'ladi deb cho'ng ishoncham bor, 90% dan yuqori. Endi boshqacha bo'lib qoldi degan taqdirdami, menimcha bu qatimki sotniki qiymati allaqachon hozir ko'rilib bo'ldi. Albatta degan ahvollar orqali. Shunga bu nihoyat bir eslish bo'ldi. Chet eldagi Uyg'urlarniki siyosiy hayotidagi nihoyat bir cho'ng ish bo'ldi. Bunga biz hammamiz xush bo'lsak bo'ladi. Ondan keyin albatta degandek 12-oyda bu cho'qim bizga bir yaxshi xabar keladi. Bu qatimki sotda yana bir yangilik doktor Adrian Zenz yana bir qatim isbot berdi. Bu qatim u baga isbotda shu yaqinda o'zi shu ilmiy tadqiqot orqali isbotlagan shu Uyg'urlarniki beshiga kelgan shu qor kunlarning eng beshida Xitoy Kompartiya markaziy komitetining Politburo ekanligini o'tirib qo'ydi bu kishi. Jinji Changwei deymiz, yettadan bor. Bunu oturup koydu. Albatta Xi Jinping bivas qo'ltiq qoldig'ini. Endi bu ishni biz bildik. Men bu to'g'riliq shu Twitterda yozib kelgili, leksiyalarimda so'zlab kelgili bir qancha yil bo'ldi. Izchil turda bu qatimki butun ishniki bosh planlovchisi Xi Jinping ekanligi. Bu ishni u 2014-yili qaror qilganligi, endi qilganlar bo'lsa shuni ijro qilayotganligi masalan Chenchanggodan tortib ko'p o'tirib qo'yganman. Muhakkakten bu bir mutaxassislik seviyesinde ispatlandi bu kadın.
sotda isbotlandı. 2 kunning oldida 15-sila doktor Zemzniki mushu haqdagi ilmiy maqolasi e'lon qilindi. Bu bir nayt cho'ng ish bo'ldi deb o'ylayman. Agar kunlarning bir kunisida mushqitimki Uyg'urlar masalasida o'tkazilgan jinoyatchilarni sotga tortadigan ishib qolsa, Xi Jinping birinchi tortilishi kerak. Buni biz bilamiz deb kelgan Mashal gruppasidagilarmi bu haqda nima yozgan, murojaatnoma yozgan burun. Endi ishlar amliroq o'tirib chiqyotdi. Men burundan aytyapman, biz o'tirib qo'ygan narsalar g'arbda o'tirib chiqish uchun 2 yilda vaqt ketyapti. Maqatimki ishlar bo'ldi. Herhalde o'tirib chiqqani nihoyat yaxshi bo'ldi. Mushtaq bo'lganda keyingi ishlar yo'lida muvofiq ma'noda deb o'ylayman. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar Amerikadagi bir harbiy boshliq Mark Milley degan kishiniki Xitoy harbiy bosh qo'mondoni bilan telefonda so'zlashganligi haqidagi gaplar. Bu nima ish desanglar, o'tgan yil 11-oydagi saylovdan sal burun, ya'ni 10-oyning oxiri bu kishi Xitoyniki o'zi bilan o'xshash darajalik bir harbiy qo'mondon, hozir u Goja Junviniki harbiy komitetniki muavin boshliq ekan. Shuni telefon qilib, Amerika Xitoyga hujum qilmaydi. Agar hujum qilib qolsa, men sana oldin deb qo'yman, shun xotirjam bo'l, Amerika hujum qilmaydi degan gapni debdi ekan. 10-oyning oxiri bir qatim. Ondan keyin bu yil 1-oyning 6-kuni Washington DC'da bo'lgan cho'ng yig'ilishdan 1-2 kun burun yana bir qatim telefon qilib, yana debdi mushtoq gapni. Xotirjam bo'lgin, Amerika Xitoyga hujum qilmaydi, urush boshlamaydi. Agar ashta bo'lib qolsa, men sana oldin deb qo'yman deb. Bu gap yaqinda pash bo'ldi. Ikki donliq muxbir var ki Amerika'da davamlıq müştaq çoğun məxbirliklərini paş qıldığan şularını gezgan bir kitabı da bu iş paş boldu demiş adamdı ki Xitayga iki qatim telefon qılğanlığı. Endi Mark Milley degan adam Amerikadagi 3 harbiyiniki boshlig'i emas. Bu desat bilib bilishimiz kerak. Bu kishi Amerikadagi 3 armiyasi haqida prezidentga maslahat beradigan maslahatchi. Amaliyotda uniki harbiy buyruq tushiradigan unda qo'mondon emas. Bu bir maslahatchi ekan. Shu prezidentning qashidilgan yurdigan odam endi. Ayni vaqtda Donald Trump tanlagan odam. Bu ishlar zodi nima ish desanglar, bu dasatda anlagan vaqtida bu qandaqdir Amerikadagi bir generalning Amerikaga osiylik qilib Xitoy bilan birlashgandek bir xil tuyg'u burdi bu gap. Hozir o'tirib qo'yilgan gapim shu tariqada o'tirib qo'yildi. Nuriyalarda shu tariqadagi gaplar bor. Ama bunu obdan kuzatsak, bu adam bu telefonu qilganda 15 ta adam bor etrafida. Boshqalar bor ekan. Bu birisi, ikkinchisi bu nima ish bo'ldi desanglar, o'tgan yil saylovdan burun Amerikadagi cho'ng-cho'ng shu media shirkatlari, andagi siyosiy demokratchilarniki siyosiy amaldorlari masalanga Donald Trumpga bu adam mingisdan ketib qoldi degan tuhmatni choplab, shu orqali Donald Trumpniki xalq orasidagi ishonchini ojizlashtirish, saylovda qilib utish bir taktikasini o'tirib qo'ygan bo'lar. Shunga Amerikadagi ko'plagan solchil medialarning hammasi Donald Trumpni tashviq qilishga boshlagan. Bu yerda Donald Trumpni tashviq qilib, o'zi qilgan tashviqqa o'zi misol ishinib qolganmi o'qimayman. Bular ansirab Donald Trump kalsdan ketib qoldi. Ana bu saylanishdan burun biroqlar Xitoyga bir urush boshlab, hatto yadro bombalarini etib, u yerda mana ish qilishi mumkin deb ansirgan ekan bular. Nancy Pelosi'dan tortib. Ansirab Xitoyga magapni deb qo'ygan ekan. Amaliyotda bo'lsa, Donald Trumpning unda plani yo'q, Xitoy urushish, unda plan qilib qo'ygan emas. Bu bir taktikani ishlatayotgan. Mana taktikani ishlatib tashkil qilib, oxirida o'zlarini ishlanib qolganmi Xitoyga qashdaq gaplarni deb ekan. Qanday bo'lmasin, bu bir intayin eg'ir masala. Qanday o'lcham bo'yicha qaragan vaqtidami. Shunga hozir endi Amerikada buni Amerika qilgan osiylik, bu generalni ash bo'yicha bir taraf qilish kerak deb shuni talab qilayotganlar hali ko'p. Rubio qatorliq senatorlarga o'tirib chiqib shu gaplarni dedi. Oxiri qanday bo'ldi bilmaymiz, lekin oxir ko'rinishi shunday bir ish bo'lgan ekan. Hozir endi
Her haftada ben sizlarga mesela video çıkartkanlığım için sizlarga Amerikada birer yaxshi xabarlar bo'lib qolsa bir bilib qo'ysam deb shunda tirishyotaman. Lekin shaxsan men uchun yaxshi xabarga chiqadigan narsalarni ancha topolmayman men hozir. Asosan eski xabar yoki mening o'zimniki har xil o'lchamli bir chiqargan chog'da intayin nachar ish. Amerikada ashtaashlar ko'p bo'lib ketib boradi. Odam o'zininki ko'ziga, quloqiga ishonmaydigan darajada. Biz ba'zida Uyg'urlar ichida har xil talashlar bo'ladi bizniki millatimiz andaq qaloq yomanda nachar deydigan. Masalan, shunday qo'yayki, Amerikadagi siyosiy sahnadagilar hargiz Uyg'urlardan yaxshiroq emas. Biz emniyatda o'zimizga faxrlansak bo'ldiki. Bizning nurg'un ishlarimiz Amerikaning siyosiy sahnasidagi kishilarga qaraganda yaxshiroq ekan. Men shuni his qilgan bo'lib ketdim yaqinda yoq. Bu jihatda buningdan ko'p to'xtalmayman. Meniki shu orzuyim Amerika chekinib ketmasi bo'ladi. Hozirgi Amerika yana 50 yildan keyin nima bo'lib tura olamdi, tura olmamdi. Ba'zida men ashta o'ylaydigan bo'lib qoldim. Xabarimizda bor, agar Amerika bo'lib tura olmasa, bu dunyo boshqa bir narsaga o'zgarib ketadi. Hozir dunyoni tutib turib menayotganmi shu Amerika endi. Lekin yiqinib bo'layotgan ishlar odam o'ziga ishongisi kelmaydigan ishlar bo'lib ketib boradi Amerikada. Bu ishda Amerikadan boshqa bo'lib ketishidimi Xitoyning qo'li bor. Bizning xabarimizda bor. Agar bir millat yana bir millatning oldiga o'tib ketmoqchi bo'lsa yoki bir davlat yana bir davlatning oldiga o'tib ketmoqchi bo'lsa, bunda 3 ishni qiladi. Birisi o'zini taraqqiy qildiradi, boshqalarga qaraganda bekroq. Ikkinchisi boshqalarni orqaga chekindiradi. Üçüncüsü mush kishini tang qiladi. Xitoy mush kishini tang qilyotdi. Birisi o'zini taraqqiy qildiryotdi, yana bir tarafdan Amerikani cho'kirishga tirishyotdi. Amerikadagi ichiga bak singib ketdi bular. Bu jihatda to'xtamay xabarlar, dekretlar chiqib turyotdi. Yaqinda Xitoyniki Angliya hokimiyatiga qaysi darajada sing kirganligi haqida dekretlar chiqdi. Bulutma nimedeki Cambridge Üniversitesi'de Angliyadaki. Şu mektep asasen Xitoyning qo'liga ketgani, hatta bir tadqiqot markazi maxsus Huawei uchun ishlaydiganligi haqida mustaqilliklar chiqdi. Ajoyib ishlar yuz beryapti bu dunyoda. Shunga bizniki Uyg'urlarning dadi yetib ashatdi bizga. Hozir boshqa davlatlarni qo'shilyapti buningga. Meniki kuzatishimda ahvolashtaroq. Shunga nima deyishimni bilmayman. Neçə qətim o'ylanib ketdim. Men bu videoni bir narsa to'xtaymikin deb nima degan chog'da menga alam bo'lib ketib bordi. Mana hafta bir qatim chiqib so'zlash. Lekin meniki bu videoni saqlayotganlar bek ko'p. Ashta bo'lg'ashqa garchi o'zim azoblansammi davomlashtiray deb o'ylayapman hozir. Lekin esinglarda bo'lsin, men uchun oson emas. Agar xush xabar bo'lsa yetkazmak oson ekan, xush xabar bo'lmasa bek tezga bu. Yaqinda men ahvolim sashtaroq bo'lib qolyapti. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar, xush xabar bu. Amerika, Angliya, Avstraliya bir Hindiston, Tinch okean bexatarlik do'stlik yoki bexatarlik birlashmasi degan bir narsani qurib chiqdi, yaqinda e'lon qildi 2 kun oldida. Buniki bek cho'ng ahamiyati bor. Bulupmu bunun içinde bir muhim bir madde var. Bu nima desanga Amerika bilan Angliya birleşip Avstraliya uchun yadro energiyasida mangadigan suv osti parxuti yasab beradigan bir turni o'tirib chiqadi bular. Yadro energiyasida mangadigan suv osti parxuti bek yomon. Qaysi jihatdan deganda birisi buniki motori jimjit mangadi. Ashta bo'lg'ashqa düşmanniki bayq bilishi bek tasq to'xtaydi. İkincisi bek uzun olmangadi. Meniki bilishimcha bundaq suas parxutlar 1500 kilometrlardan jiq mangadi ekan. Ashta bo'lg'ashqa bu Avstraliyaniki bundaq parxuti Xitoyniki qirg'oqlarga kelibmi bexaraman menib juralaydi ekan endi. Hozirgi planda 8 saylagan bo'pti. Xitoyning 6'sı var ekan. O Amerika, Angliyalarniki bor, Germaniyalarniki. Hozir 7 davlatlarda bor bu yadro energiyasida mangdigan suas parxutlar endi.
Bu Avustraliya'dan bu farkındaki buluşu Xitayga taqabul turishda, dunyoning Xitoyga taqabul turishida nihoyatda zo'r ahamiyatga ega. Ashta boshqa bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Ondan keyin 2 kun oldida Yaponiyaniki davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi degan kishi vahshiyga qilyapti Xitoyga qarata. Nima dedi desanglar, Senkaku oroli, Xitoylar Doyudo deydi. Senkaku oroli Yaponniki zimini, andakin biz bundan nima kasib qo'daymiz. Agar farq chiqsa farqlarni qabul turamiz, agar zarur bo'lsa undan ko'proq narsalarni chiqarib taqabul turamiz. Bu oralga chaqilg'uchilarga degandek gapni qildi bu odam. Bu mohiyati nima desanglar, Yaponiya Xitoyga bir qizil chiziqsiz berdi. O'zingni bo'l, agar nima shay kasang, farqli kasang bizim farq chiqarib sen bilan tutishimiz degandek gapni dedi. Bir necha haftaning oldida Xitoyniki bir farqni, Yaponiyaniki bir farqni so'qqan. Mush oralning qishida bir voqealar bo'ldi. Ma'u shu voqealarki endi texnik yuqori pallaga ko'tarilishi Yaponiya Xitoyga bir qizilsiz berdi. Agar bu qizilsizni o'tsa Xitoy nima bo'ldi? Bu bir hamiz diqqat qilish tegishli bir ish endi. Ondan keyin mush 9-oydagi 24-kuni Amerika, Angliya, Yaponiya ve Avustraliyaniki davlat mudofaa ministrlari Amerikadagi Oqsaroyda ko'rishmoqchi. Bu mush 4 davlatniki bir hisob tuzishi jihatiki ilingan yana bir qadam deb o'ylayman. Mushta ishlar oldimizda bo'lmoqchi. Bu haftadagi 4-cho'ng xabar, bu yaxshi xabar. Yevropa birlashmasiniki, Yevropa birligining raisi Ursula von der Leyen degan xonim necha kunning oldida bir so'z qilib, Yevropa birligi Xitoyniki bir yo'l bir balvoq qurilishiga qarshi bir cho'ng qurilish olib boradiganligini o'tirib qo'ydi. Uni İngilizce Global Gateway deb atadi. Dunyoviy eshik degandek. Ishqilib Xitoyniki bir yo'l bir balvoq qurilishiga qarshi Yevropa birligi o'tirib chiqdi degan gap. Xabarlarda bor, Yevropa birligida 27 davlat bor. Undan kuchli davlatlar bo'lar. Bunda ishninki bo'lishi biz uchun cho'ng strategik ahamiyatga ega endi. Xitoy mush bir yo'l bir balvoq qurilishini muvaffaqiyatli olib berish uchun Uyg'urlarni butunlay yo'q qilib o'tish ishini boshlagan. Maishlar munosabatlik endi. Boshqa bu narsalarga deb qo'ygim keldi. Bu haftadagi 5-cho'ng xabar BDT Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetining boshlig'i necha kun oldida bir so'z qilib deydi, biz Şinjan'a berib tekshirish ishida faqat ruxsat olamadik. O'sha bir tekshirishga ruxsat olamadik. Shunday bo'lsa-mu, biz sirtini egallagan usullarga asosan yaqinda bir deklaratsiyalar e'lon qilamiz deydi. Shu Uyg'ur masalasi haqida. Hozir qadar men BDT'dan qattiq norozi Uyg'urlarning masalasiga kelgan vaqtida. Bular yetib qoldi. Bo'libmi Ikkinchi dunyo urushidan keyingi ahvolni solishtirgan chog'da hozir bu BDT'niki Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishi, qiziqishi intayin nachar. Hergiz o'ziga munosib emas. Endi ma'vu mush ahvolniki yaxshilanishiga jihati ilingan bir qadam. Bular hozir endi Xitoy besini eslatib, bular ajoyib, bu dunyodagi ajoyib. Iroqqa kirib tekshiradigan vaqtlarda birdamdilam oqaqadan qarorlarni eliblamken guldirg'alablam Iroqqa kirib bo'lgan bular. Xitoy kelgan chog'da ayda meki-mekiga qilib, miyada meki-mekiga qilib, acha yuribotdi. Hozir endi yeni shu meki-meki gapning davomi, shunday bo'lsa-mu, yashomasa bir deklaratsiya chiqaradigan bo'pti. Uyg'ur masalasi haqida. Ammo shu kiramayotimiz biz ruxsat qilmaydi deb o'tirdi. Boshqa kichik davlatlar ruxsat qilmasa, bular besib kiraveradi. Ammo Xitoy kelgan chog'da dunyodagi hamma davlatlardagidek pozitsiya o'zgardi. Biz bu ahvoldagi qurbon bo'lib ketib boramiz. Herhalde ma bir yenilik deb tushundim men. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar. Hozir
Biden chiqqanda yoki Amerika bilan Meksikoning o'rtasidagi chegarani ochib o'tadigan bir ishni qildi bu odam. Donald Trumpning yasatgan tamlarni to'xtatib, ashning bilan intayin ko'p odamlar Meksikodan Amerikaga eqib kiryapti hozir. Bu yil 1-oydan boshlab eqib kirganlar 1 milliondan oshib bo'libdi hozir. Ma hafta bo'lgan bir ishni nima desanglar, shu Meksikoniki chegarasiga yig'ilib olgan kishilarni qaytarib berib ekan aeroplan ekan Meksikodan shu o'ziniki Haitiga uchadigan aeroplan masalanga. O'tgan hafta Biden bu aeroplanni to'xtatamiz debdi. Mushu gapni deyishdan burun, bundan 9 kun burun shu nimaga Amerika Meksiko chegarasiga kelib olgan Haitilik odamlarniki soni 700 dak odam ekandiq. Biden bu gapni degandan keyin bular uydagilarga xabar qilib, hozir tunugunki videoni ko'rsanglar, men bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Ko'rinadi deyman. Bu chegaraga intayin ko'p odamlar yig'ilib oldi hozir. Hozir aşağıda bor. Anandan keyin mushundan hamsi odam. Tunugun Ted Cruz bularni biroq sanab chiqibdi. 700 odam hozir 10.500'dan eşipti. Aslında 700 adam ekandik. 8 kun ichida 10.500'dan eşipti. Bular şu Meksikoning chegarasiga kelyapti. Ashta yuz beryapti hozir xuddi Amerikaning chegarasini ichib o'tgandek bir ahvol bor. Bu fursatdan foydalanayotganlar ko'p. Xil ko'p. Mening bilishimcha, shuni sizlarga buni deb qo'yadim. Hozir Nayt eqib yurgan cho'ng xabarning yana birisi Xitoyda Xingda Jitfan degan bir shirkat bor. Öy silib sotadigan shirkat. Bu Nayt kulmi cho'ng. Bu shirkat hozir Nayt cho'ng iqtisodiy qiyinchilik uchirdi. Bu nima qildi ekan desanglar, xalqlarni mablag' sag'izib shaxsiylarni masalan hukumatning yordami bor albatta. Shu pulni öy silib, uyni setib, anadan keyin kishilarga yuqori o'sim berdi ekan, mana qilib ekan. Hozir bularning pul ushlab ketib, shu 9-oyning 20-kundan kuni birdigan o'simni bermaymiz deb e'lon qilibdi. Hozirgi kishilarning farazlaricha bu shirkat bankrupt bo'lishi mumkin. Nima deymiz, bankrupt bo'ldi degan gap yiqilib, anadan keyin qaytadan qurish mumkin deydi. Hozir ashunday paranglar bek ko'p. Bu shirkatniki Amerikadagi paychak bozoridami paychaki bor ekan. Men qarab baqdim, tunugun qarasam 30 sent chiqib qolibdi ekan. Bugun 40 sentga chiqibdi yana. Bir dal paychak 30 sent chiqib qolibdi ekan, bugun 40 sent chiqibdi. Lekin bu shirkat yana xatarlik. Hozir shu bir qatim o'rilib qayta chiqishi mumkin, qaytadan tashkillanishi mumkin deydi. Endi ashni qilish uchun 600 milliard dollar pul ketadi ekan. Xitoy hukumati 600 milliard dollar pulni chiqarib, bu shirkatni qo'dab qilishni xohlamamdi degan masala bor. Shu bir xatarlik. Buni sizlarga deb qo'ydim. Bu gapni mening tilg'ilishimda Xitoyniki iqtisodiy to'g'rilayotdi. Agar Xitoyning iqtisodiy gumron bo'lsa, oldi bilan öy bozoridan boshlandi bu ish. Xitoyniki nurg'un pullari shu sovetgan uylarda undan iqtisodiy kirmaydi, xabarlarda bor. Ashta bo'g'ashqa hozir endi mushniki alomatlari kurilishga boshladi. Agar öy bozori cho'kib ketsa Xitoyniki qolgan iqtisodiniki tushishi taxmin tuzilishi mumkin. Hatto cho'ng ishlarni bo'lishi mumkin Xitoyda. Shunga bu gapni deb qo'ygim keldi. Sizlarga deb qo'ydigan yana bir xabar, hozir dunyodagi Xitoy o'chmanligi yuqori pallaga berib yetdi. Yaqinda bo'lgan bir tekshirishda har qaysi davlatlarniki Xitoyni yaxshi ko'rmaymiz deganlarniki prosenti intayni yuqori chiqibdi hozir. Yaponiya birinchi ekan, Xitoyni yaxshi ko'rmaymiz degan. Birinchi 88%, Shveysariya 80%, Avstraliya 78%, Amerika 76%, Koreya 77%, Kanada 73%, Germaniya 71%,
Xılan degan Xılan Xılan degan Japon ismi alamadım. 72%, Tayvan 69, Belgiya 67 deydi. İş qilib, hozir dunyoniki Xitoyni yaxshi ko'rmaslik darajasi nihoyatda yuqori o'rlabdi. Endi yana bir xabar, hozir endi Xi Jinpingning kuni borgansiri tashlashyotidu. Ikki jihatdan, xalqaro jihatdan mashtoq, davlat ichida mashundaq, davlat ichidagi huquq yurishi nihoyatda kaskinlashib, klarjilik 20 qurultaydan burun Xi Jinpingga bir ish bo'lib qolamdikan degan paranglarmi ko'p. Xi Jinpingmi hozir intayin jiddiylashib yashayotibdi. Xalqarodami albatta biz degandek hozir Xitoyga qarshi nihoyatda kuchli birlashishlar o'tirib chiqyotidi. Tayvan, Yaponiya bu hozir urushga tayyor turayotgan bir holatda hozir ishlab bo'lyotidi. Endi mushundaq bir vaqtlarda Xi Jinpingniki shu xalqaro Amerika tutgan yo'li, buniki ikki jihati bergan bir yo'l yo'riqi bor ekan. Mushu hozir Xitoyda biroz ba'zi odamlar pashqa qiltiribdi. U nima ekan desanglar, Xi Jinpingniki Amerikaga tutilgan yo'l haqidagi ko'rsatmasi bundoq ekan. Birinchisi Amerika bilan bo'lgan munosabatni uzmaslik. Xitoycha to'gu deb qo'ydi. Munosabatni uzmaslik, buni uzmaymiz debdi. Ikkinchisi Amerika bilan urush qilmaslik. Bu hammamizga ayon. Agar bo'lsa Amerika bilan urush qilsa bo'ladi. Amerika bilan urush qilgan kun Xitoy hokimiyatiniki halok bo'lgan kun amaliyotda. Nimishqa degan chog'da ular qancha popozlik qilishidan qat'iy nazar harbiy kuch jihatda hargiz Amerikaga va Amerika bilan ittifoqdosh davlatlarning kuchiga yaqin ekanmaydi. Shunga buni Xi Jinping debdi, Amerika urush qilmaymiz deb qattiq buyruq ekan. Uchinchisi Amerikaga murosasa qilmaslik yoki yo'l qo'ymaslik. Mushtaq uch yo'l bilan mangimiz deb. Bu uchinchi modda bizningki yaqin bu to'g'riliq ishlar bo'ldi. Amerika bilan Xitoyning tashqi ishlar ministrlarining ko'rishishi, John Kerryning Xitoyga berishi masalanga. Hozir endi Xitoy yo'l qo'ymaslik, ko'z ilmaslik, parvo qilmaslik yo'lini tutyapti bular. Yaqinda yana bir gap chiqdi. Biden shu 11-oyda Xi Jinping bilan kurashishni o'tirib qo'yibdi ekan. Yaqinda bir haftadan oldin telefonda kurashgan vaqtida. Lekin Xi Jinping gapni boshqaga burib etibdi deb. Shunaqa gapmi bor hozir. Ish qilib hozir Xitoyniki Amerikaga tutayotgan yo'limiz 3. Birisi munosabatni uzmaslik, ikkinchisi urush qilmaslik, uchinchisi murosasa qilmaslik yoki yo'l qo'ymaslik. Shunga mundaq siyosatni bundagi bir mezgil ko'ramiz hammamiz. Shunga sizlarni bir xabarlantirib qo'ydim. Hozir yana bir cho'ng paraz klarjilikqa Xitoyniki 20-chi Xitoy Kompartiyasining 20-chi qurultay ochildi. Shundan burun Xitoyniki muavin davlat raisi darajalik rahbarlaridan bir qancha qo'lga olinishi mumkin deydi. Hozir Xitoyda odamni tutadigan, yangi odamning vazifa qo'yadigan bo'libmi, harbiy qo'mondonlar ichida odamlardan ko'p almashtirayotgan ahvol bor. Xi Jinping jiq odamlarni almashtirayotdi bo'libmi, g'arbiy rayon harbiy amaldorlarini shu bir yilning ichida 3 qatimda almashtirib bo'libdi bu. Nima sabab desa, buniki shu harbiy ichida siyosiy o'zgarish qilmoqchi bo'lgan ba'zi planlarga munosabatli deydi kishilar. Ish qilib ajoyib ishlar bo'lyotdi. 20-chi qurultaydan burun yana cho'ng rahbarlarni qo'lga oldigan ishlar bo'ldigan o'xshaydi. Mana parazda o'tirib qo'yibotdi. Endi oxirida sizlarga bir chet ellik yo'llanchidagi bir yaxshi xabarni deb qo'yay. Gollandiyada Furqat Yunus degan bir inimiz bor. Bu inimiz Gollandiya Delft Texnologiya universitetida doktorlik o'qitibdi. Bu yil oxirgi yil ekan. Uning kasbi aviatsiya injenerligi kasbi ekan. Shu doktorlik o'qishi jarayonida yozgan bir maqolasi yaqinda Amerika Ovoz ilmiy jamiyatiniki jurnaliga chiqibdi. Yalnız maqolasi chiqib qolmay, shu inimizniki shu maqolasi ishlatgan bir parcha rasmi shu jurnalniki 8-oylik sonining muqovasiga chiqibdi.
Bu hem de bir yaş haber Uygurlar için ilim fen sohasidagi şuna dep qo'yim keldi. Firqat hukam sizga muborak olsun. Bu endi chet eldagi Uygurlar bunundan o'zimizni kuchlantirmasak bo'lmaydi. Mavu aşı sohadagi bir xo'sh xabar. Shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Meniki izchil turda ta'kidlab kelayotgan bir ishim bor. Hozir endi vatanniki ahvolida hech qanday yaxshilanish bo'lmayotdi. Albatta men degandek bir qism xalqaro yaxshi ishlar bo'lyotdi, lekin Uyg'ur masalasini hal qilish, Xitoyni to'sish jihatda bir unum beradigan qadamlar ilingan yo'q hozir. Bunda qadam qachonlik ilindi bilmaymiz. Shunga Xitoy o'ziniki Uyg'urlar haqidagi bosh planini hech qanday o'zgartmay ijro qilyotdi hozir. Buniki yangi alomatlar kulishga boshladi. Masalan, hozir shaharlardagi Uyg'ur ma'muriy xodimlarni yezg'i tushirib o'tish ishlari bu o'tibdi hozir. Bu aslida burungi bosh plan ichidagi bir narsa. Masalan, burun degan Uyg'urlarni tutib sulab bir taraf qilib qo'yuvchilik shu saqchi organlaridagi va shaharlardagi Uyg'urlardan foydalanadi. Ki ishni bitirib bo'lgandan keyin ularni yo'q qilib shahardan bütün shaharlarni Uyg'ursizlashtirib o'tadi bularda. Bu Xitoyniki plan edi burungi. Hozir shuning alomatlari bo'lyotdi. Ish qilib bizningki taqdirimiz bahosini nacharlashyotdi. Ashta boshqa chet eldagi Uyg'urlar o'zimizni eng zo'r darajada kuchaytirishimiz kerak. Uzun muddatlikka tayyorlik qilishimiz kerak. Ma firqat inimizniki natijasi shu yo'ldagi bir xo'sh xabar endi. Shuni sizlarga deb qo'yim keldi. Şuna barlıq ata-onalar bundan ikki ishni ching tutishimiz kerak. Birisi bolalarimizni eng yuqori darajada yaxshi o'qitishimiz kerak. Har birimiz o'zimiz turayotgan davlatda bolalarimiz chuqum o'ziniki maktabdagi eng yaxshi o'qigan o'quvchilar qatoridan o'rin olsin. Bu birinchisi. Ikkinchisi bolalar chuqum Uyg'urlik kimlik bilan cho'ng bo'lsin. Agar Uyg'urlik kimlik bilan cho'ng bo'lmasa, balımız özünün kəsbi sahasında iqtisadi cəhətdə qançadək muvaffəqiyyətli bo'lib ketishidan qat'i nazar Uyg'urlarga foydasi yo'q. Shunga bu ikki narsani tang etmishimiz kerak. Burungi vaqtlarda bu ahvollar bundaq hozirgidek jiddiy emasdi. Hozir bizning ahvolimiz nachar, kelgusimiz to'g'riliq qanday bo'lganligi to'g'riliq bir narsa deyamaymiz hozirmi. Ashta bo'g'ashqa biz uzun muddatlikni ko'zda tutib o'zimizni kuchlantirib mamsak bo'lmaydi. Yaqında şu chet eldagi Uyg'urlarniki bir harbiy qo'shin haqida ko'p paranglar bo'lyotdi. Mening qulig'imga kirdi bunday paranglar. Men bu vaqtda burun sizlarga deb qo'ygan. Chet elda Uyg'urlarniki bir harbiy qo'shinni bo'lish uchun ikki shart hozirlanish kerak. Birinchisi shu kishilarniki to'planib mashq qiladigan, yashaydigan zamini bo'lish kerak. Qonunluq zemini bo'lish kerak. İkincisi şu zemindeki ilgisi Uyg'urlarni Xitoyning qo'lidan qo'lga oladigan bo'lish kerak. Bu ikki shart tang hozirlanmasa, bundaq bir ishni vujudga chiqara olmaydi. Bu bir intaynalqi, nindaymiz bu yuqori texnologiyalik ideya emas bu odatki savat bu. Ikki narsa tang bo'lish kerak. Shunga bu sohada izlangan qarindoshlar cho'qim ikki omilni birinchi hal qilish kerak, o'ylash kerak ikki omil to'g'riliq. Endi bu strategiyalik ideya jihatdan aytgan chog'da meniki burun chet eldagi qarindoshlarga degan bir gapim imkon bor. Hozir bola elish bosqichida turayotgan qarindoshlar bolani ko'proq elib, biror bolani ortiqroq elib, o'zinglarniki davlatidagi askarlikka birib o'tinglar. Meniki farzimcha hozir chet elda askar bo'lib ishlayotgan Uyg'urlardan bir 10 bilan 20 ning o'rtasida kishi bor. Men aslida mushlarni tashkillab, o'zaro aloqalashib, qildigan qilib birlashtirib qo'yaymi deb o'ylagan, lekin bu harbiy tuzum qattiq bo'lganligi uchun bundaq huquqlarni sirt bilan aloqalashib qo'ymaydi ekan. Asosan ularga WhatsApp ishlatib yo haqli paranglashish fursatlari yo'q. Ba'zi ota-onalar shu bolasi bor shaharlargacha berib, shu joygacha berib bolasi kirishmay qaytib kelgan ahvollar bor. Ashta boshqa bu mumkin emas ekan. Hozir 10dan 20 dak Uyg'ur askarlari bor ekan chet elda.
agar 1000 Uyg'ur oilasi birdan bolasini askar qilib atsa, tarqaq bo'lsa-mu Uyg'urlarniki 1000 kishilik askar bor bo'ldi degan gap endi. Bu strategiya nuqtasidan nihoyatda muhim. Bu qildigan ish, hozir qildigan ish. Ashta bu boshqa taxi balalish davrida yashayotgan fuqarolar chuqum biror balni ortiq elib askarlikka bir vasanglar. Bu kelgusi uchun nihoyatda cho'ng ahamiyatga ega. Hozir qil bo'ldigan ish. Shunga buni bir deb qo'ydim. Endi eng oxirgi yana bir gap, bu qiz o'g'illarga loyiq qiz o'g'illarniki loyiq tepib olishiga yordam qiladigan tor beti kalnur.com pitay deb qoldi. Buniki ishi biz o'ylagandan sal ko'proq ekan, shunga biroz qo'l tutib ketdi. Aslik planga bo'yicha qaragan chog'da. Xudoyim bo'lsa, shu bir ish gapninki ichida ishqi tushidi. Shunga buni sizlarga bir deb qo'ydim. Bo'ladi. Bugun sizlarga dedi qoldirim shunchalik. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.